ayrim hollarda siz umuman hech kim emasligingizni ham tushunib yetib olasiz. Odamlarni chuqurroq tushunasiz. Har bitta harakatni oqibati nimaga, nima sabab aynan mana shu holatdan shu holatga yetib borganligini tushunib yetib olasiz. Bu inson qanchalik yomon, siz baho berishga haqqingiz yo'q. Siz protsessual nuqtai nazardan qaraysiz. Advokat misol birovni himoya qilish kerakmi? 100% men oqlab beraman deya olmaydi. Bularni mana shu yo'li bilan ham biz jinoyatchilikning katta qismini oldini olib qolamiz. Mana shu yo'lning o'zi ham ancha kelgusidagi yomonliklarni bularni hal ishlatsa bo'ladi. Oilada farzandlar va ayol bunaqa qiyinchiliklardan ketib qolishi mumkin. Endi u boshqa sudlanganlik holatim bor. Hech kim yurist sifatida ishga olmaydi. Assalomu alaykum Xondamir aka, ko'rsatumizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Xondamir Mirtojiyev aslida kim? Odam sifatida, inson sifatida, kasbda. Xo'p. Oddiy bir inson sifatida gapiradigan bo'lsak, oddiy odam. Qisqa qilib aytganda, ish faoliyatingiz, faoliyat turingiz. Endi faoliyat turimiz advokatman. Hozirgi vaqtda advokatlik firmasining rahbariman. Qo'limda 20 ga yaqin advokatimiz bor, hamkorlarimiz bor. Sizni odamlar kuchli advokat sifatida ko'radi. O'zingizni eng kuchsiz his qilgan kuningiz qaysi bo'lgan? Eng kuchsiz his qiladigan kunim bu ishonch bilan biror narsani hal qilaman deb hamma narsa sizga to'g'ri keladi, lekin sizdan da buyukroq hakam borligini, uni umuman rejalari boshqachaligini bilgan kuningiz mana shunda. Bu ko'p bo'ladi. Kuchsiz kuningiz deb shuni hisoblaysiz. Mana shuni kuchsiz deb hisoblayman. Ya'ni ayrim hollarda siz umuman hech kim emasligingizni ham tushunib yetib olasiz. Siz hammani taqdirini o'zgartiraman degan holatingizda ham, hamma narsaga erishaman degan umuman boshqa natija bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xondamir aka, advokatlik sizni sovuqqon qilganmi yoki aksincha, odamlarni chuqurroq tushunishni o'rganganmisiz bundan? Buni ko'proq qorishma holatida ko'rish kerak, sababi sovuqqonlik bu advokatlik sohasida odatda siz professional deformatsiya deyiladi. Ya'ni professional xohlaysizmi, xohlamaysizmi, har kuni muammolarni eshitavergan sari siz qanaqadir baribir qalbingiz yopilib boradi. Ya'ni oddiy holat bo'lib qoladi. Kimdir uchun jiddiy bir jinoyat deb qiladigan narsa siz uchun strukturalarga bog'liq harakatlar jamlanmasi majmuaga aylanib qoladi. Lekin shu bilan birga siz empatiya, ya'ni odamlarga nisbatan odamlarni chuqurroq tushunasiz. Har bitta harakatni oqibati nimaga, nima sabab aynan mana shu holatdan shu holatga yetib borganligini tushunib yetib olasiz. Bu qorishma. Buni har bitta holatda har xil bo'lishi mumkin. Qonun bo'yicha yutgan, lekin vijdonan yutqizgan kuningiz qaysi bo'lgan va qaysi voqeada? Odatda biz bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Qanaqasiga siz bir xilgi holatlarda shunday bo'ladiki, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, kimdirni himoya qilasiz, manfaatini himoya qilasiz. Kimdir yetarli dalil yetkazdirmaganligi sababli yoki qarshi opponentingiz yetarli darajada kuchli pozitsiyaga egallamaganligi sababli ham yutasiz. Lekin buni menga juda bir esimda qoladigan holatlardan bittasi oddiy holat. Men faqat jinoyat emas, fuqarolik, iqtisodiyda ham qatnashamiz. Fuqarolikda bo'lgan bir holatni aytib beraman. Bitta ajratyapmiz turmush o'rtog'idan, ayolni ajratyapmiz. Turmush o'rtog'i aytayaptiki, ajrashaman, sudga bordik. Biz turmush o'rtog'ini advokatimiz. Rosa yomonladi ayolini. Shunaqa ayol. Eng qizig'i endi ayol turgandan keyin boshlandi. Ayol turdi. Ayol endi ko'hli, yaxshi ayol. Haligi aytayapti. Agar turmush o'rtog'im men haqimda shu fikrda bo'ladigan bo'lsa, deyapti. Hech qanaqa to'ppa-to'g'ri aytayapti. Begim deb aytayapti, sizlab gapiryapti. Biz mana shu yerda endi haligi u qanchalik uni yomonlayapti, bu qanchalik aytayapti, yo to'ppa-to'g'ri deyapti. Xo'jayinim men haqimda shu fikrda ekanmi? Mana shunaqa holatlarda siz o'zingizni
biz ham haqiqatdan ham tarafni nima qilamiz, manfaatini o'ylaymiz, lekin sudyani o'zi ham nimaga chiqqandan ketyapti, nimani yigitni o'zini olib qolib, kimga yo'qotib tekkanligingni ko'rgin deydi. Bu ayol unaqa emas. Sen yomonlagan darajada biz bilib turibmiz buni qanchalik yaxshi. Mana shunaqa holatlar bo'ladi. Jinoyatda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Siz o'sha paytda yigit tarafdamidingiz? Albatta. Biz nimani tanlamaymiz. Bizga kim murojaat qiluvchi, kim birinchi murojaat qilsa odatda. Endi advokat etikasi bo'yicha siz misol uchun insonni jinoyatchi sifatida ko'rmaysiz. Sizga murojaat qiladigan odam, uni huquqlarini va manfaatlarini himoya qilasiz. U jinoyat sodir etgan bo'lishi mumkin, og'ir jinoyat sodir etgan bo'lishi mumkin. Lekin qonun bo'yicha siz uni huquqlarini, ya'ni uni ham o'ziga yarasha huquqlari bor, jinoyatchining ham o'ziga yarasha huquqlari bor. Mana shunaqa vaqtida siz iloji yo'q, uni himoya qilasiz. Siz uni tanlamaysiz. Bu inson qanchalik yomon, siz baho berishga haqqingiz yo'q. Siz protsessual nuqtai nazardan qaraysiz. Bu to'g'ri, huquq bo'yicha to'g'ri, noto'g'ri. Avtomat tarzda qaraysiz. Hissiyotlardan keyin o'yingiz qilasiz. O'zingiz o'tirib, o'ylaysiz, mulohaza qilasiz. To'g'ri, noto'g'ri. Lekin uni hech kim bilan bo'lishmaysiz, o'zingiz bilasiz. To'ppa-to'g'ri. Ichki kurash juda ham kuchli bo'ladi. Men buni ko'proq nima bilan bog'layman? Ajoyib bir nima bor, o'xshatish bor. Aytadi, har bitta xirurg, doktorni, misol uchun xirurgni o'zini qabristoni bor. Qayerda xato qilganligi uchun kim vafot etganligini biladi. Yurist ham xuddi shunaqa. Yurist ham qaysi qilgan ishi uchun nima bo'lishini o'zi biladi. Misol voqealardan bittasi, sherigimiz bilan bitta yigitchani nima qilyapmiz, himoya qilyapmiz. Himoya qilish jarayonida haqiqatdan ham pozitsiyani zo'r tanladik, hamma yoq zo'r. Shu yigit ko'chaga chiqishni boshladi, hamma yoq zo'r, ozod qilib olib chiqdik. Lekin mahalladoshlari kelib rosa aytishdi, bu ertaga yomon katta ziyon ketadi. Mana shuni bekor chiqardilaring, lekin biz uni tanlamaymiz. Biz huquqiy pozitsiyamiz bilan uni olib chiqdik. Ozgincha vaqtdan keyin haqiqatdan ham oliy hakamda boshqa bitta vaziyat bilan endi ko'proq muddatga boshqa ish bilan qamalib ketdi. Ya'ni biz o'zimizni vazifamizni bajardik. Advokat sifatida eng katta bosim qayerdan keladi sizga? Odamlardanmi yoki qonundanmi? Bosim, agar siz bosimni haqiqiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu majburiyat bosimi. Ya'ni siz yetarli darajada odamni himoya qila olmadimmi deysiz. Perfeksionizm kasalligi. Ya'ni siz iloji boricha mukammal qilishni nima olib boraverasiz, lekin bironta insonni harakatini siz nuqtai nazaringiz bilan prokuror kelishmasligi mumkin, sud kelishmasligi mumkin. Bitta protsessda faqat advokatning o'zi pozitsiyasi yo'q. Shuning uchun ko'pincha aytaman, advokat misol birovni himoya qilish kerakmi? 100% men oqlab beraman deya olmaydi. Sabab umuman bizga bog'liq bo'lmagan holatlar bor. Bizdan tashqari uni taqdirini hal qiladigan holatlar bor. Aynan yuridik sohaga kirib kelishingiz haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Albatta. Bu yuridik sohani tanlashimda o'zi bejiz emas. Yoshligimdan o'zi menda tanlov bor edi, ikkita tanlov bor edi. Bittasi iqtisodchi bo'lish, ikkinchisi huquqshunos bo'lish. Matematikadan ham yaxshi edim, huquq sohasi bo'yicha ham yaxshi edim. Lekin o'sha 9-sinfga yetib borganda qani qaysinsidir baribir tanlashingiz kerak. Sizga nimadir yaqinrog'ini tanlash kerak bo'ladi. Shunda keyin huquqni tanlaganman. Shu bilan huquq sohasiga kirib, Diplomatiya universitetining xalqaro huquq fakultetini bitirganman. Keyin shu bilan harbiy prokuratura unaqa. Mana shu yo'nalish bilan shu bilan sekin huquq sohasiga yaqinlashib kirib hozirgi paytgacha yetib kelganman. Qachon yutqazgansiz? Hayotdan yoki hayotda endi buni yutqaziq deb bo'lmaydi, lekin hayot o'zi tekis chiziq emas. Hayot albatta tushishlar va ko'tarilishlardan iborat. Aynan keling savolni o'zgartiraylik. O'sha yutqazish sizni hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborgan vaqti. Mana endi hayot nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, umuman kutilmaganda men Mudofaa vazirligidagi yuridik bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganman. Shunaqa vaziyat to'g'ri kelib qolgan. Asosan shartnomalarda umuman Mudofaa vazirligi olish kerak bo'lgan
mulklarni bo'yicha mutaxassis bo'lganman. Ya'ni 24 ta boshqarmani yuristi bo'lganman. Imzo chekardim, hujjatlar to'g'ri noto'g'riligini tekshirardim. Ma'lum bu darajada hisoblanadi o'sha vaqtida. Keyin o'sha vaqtida bir vaziyat to'g'ri kelib qoldi. Biz imzo chekkanligim uchungina meni javobgar qilishga harakat qilishdi. O'zi umuman boshqa 13 ta katta mansabdor shaxslarga meni ham qo'shib yuborishdi. O'zi aslida yurist bergan xulosasi uchun javob bermasa-da, meni javobgar qilishdi. Mana shu yerda men keyin yutqaziq deb hisobladim. Sababi undan keyin hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Umuman kutilmagan. Ya'ni karyerada endi sekin ko'tarilayotgan holatimda Javobgarlik darajasi qanchagacha bo'ldi? Javobgarlik darajasi agar men 3 yil qamoqda o'tirib chiqdim, jazolandim desam, mana shunaqa tushuntirsam bo'ladi. Umuman bo'lmagan narsalar uchun kimlarnidir manfaatlarini menimcha o'sha vaqtida yo'lidan o'tib qo'yganman, qanaqadir umumiy bo'lmasam rosa tushuntirilgan, o'sha tergovga ham tushuntirganman. Aloqam yo'qligini tergovchini o'zi ham ko'rgan. Lekin iloji yo'q. Sudga nima qilishgan, chiqarishgan. Sudda o'sha 8 yil nima berishgan, srok berishgan. Eng qizig'i mana shu vaqtida bo'lgan. Men 8 yilga qamalganimdan so'ng meni o'zi aslida Begovodga jo'natish kerak edi. Nimalar bilan ilgari xizmat qilgan, ya'ni бывший работник edi, BRlar deyiladi. Sobiq yuristlar, sobiq prokuror. Yo'q, o'sha yerda ham keyin ta'sir qilishganda meni umumiy Navoiyga jo'natishgan, ya'ni umumiy zonaga jo'natishgan. Mana shu eng pasayishda darajasi bo'lgan. Bu keskin birdaniga qisqasi qanaqadir 6 oyda ichida bor hamma narsadan butkul mahrum bo'lganman. Oilam, yosh oila bo'lganman. Endi katta farzandim bo'lgan, 1,5 yoshda, ikkinchisiga ayolim homilador bo'lgan. Toshkentda hali uyimiz ham yo'q. Orqamizda hech narsa yo'q. Ana shunaqa holatda birdaniga keskin tubdan o'zgarib ketgan hayot. Demak, shaxsiy hayotingizga ham bu ta'sir qilgan. Albatta, u umuman tey bilan butkul nolga tushganman deb aytsam bo'ladi. Keyin shu bilan Navoiyga jo'natishgan. Erta ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar, umuman kutilmagan holatlar bo'lib, shu bilan ozgincha vaqt o'tib, 3 yil ham o'tib ketdi mana. Keyin chiqishga to'g'ri keldi, lekin Yana noldan chiqishchi? bu noldan chiqish asta-sekinlik bilan bo'ladi. Doimiy ravishda tushish tez va ko'tarilish sekin bo'ladi. Hayotda o'zi shunaqa. Nolga tushdingiz. O'sha nolni yana tepaga chiqish uchun qayerdan boshlagansiz? Endi mana qarang, o'sha vaqtida o'zi aslida mudofaa vazirligida ishlayotgan vaqtimda menga kvartira berishlari kerak edi, menga joy bilan ta'minlashlari kerak edi. Bu narsalardan hammasidan mahrum. Yana qishloqdan Farg'ona viloyatiga qaytib ketganmiz. Oilam bilan qaytib borib, endi u vaqtda sudlanganlik holatim bor. Hech kim yurist sifatida ishga olmaydi. Iloji yo'q, kompyuterda bilar ekanman, shu yozishni bilar ekanman, shu bilan kompyuterxonada ishlashni boshladim. Hamma kuladi. Diplomatiyani bitirgansan, til biladigan. Til biladi, 3 ta 4 ta tilni bilasan. Paynet qilaman. Paynetda o'tirib shu birovlarga pul tashlab berib, kimlardir ishini qilib, sekin asta. Mana shunaqa vaqtida siz oilangiz uchun, umuman hayotingizni o'zgartirish uchun nimaga roziligingizni, nimaga qodirligingizni mana shunaqa paytda boshlanadi. Chunki u paytda mening 2 ta farzandim bor edi, oilam bor edi. Oilamning oldida javobgarlik bor edi. Men tanlash imkoniyatim yo'q edi. Ya'ni men paynetchi bo'lmayman yoki yo'q, unaqa oilamni boqishim kerak. Men majburiy, men erkakman. Otaman, nimaman, turmush o'rtog'iman. Mana shuning uchun ilojim yo'q. Men birinchi uchragan ishga yopishga majbur edim. Hamma o'sha vaqtida ham juda ko'p unaqalar bo'lgan, vaziyatlar bo'lgan. Shu oliy ma'lumotli nimada ishlagan, vazirlikda ishlagan odam paynetda 200 so'm uchun qanaqadir 200 so'm uchun yo'q, erta tanlash imkoniyati. Oilamni boqishim kerak. Men uni obro', g'urur, yo'q, unaqa narsalar yo'q. Meni oldimda oilam, farzandlarim bor bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Mana shu bilan sekin nima qilib, o'zi Alloh o'zi yo'l ko'rsatadi. Mana shu kengaytirdim, sohamni kengaytirdim, keyin bitta biznes ochdim. Nima sababdan o'zim sohamda ishlamaganligim, sudlanganlik holatim bor. Meni yurist sifatida hech kim ishga qabul qilmaydi.
bilimim yetarli bo'lishi mumkin, zo'r narsani bilish, lekin sudlangan tamg'a bor, sudlanganlik holati bor, hech kim sizni qabul qilmaydi. Ammo bu narsa yana bitta holatga kelib chiqadi. Men misol uchun qamalganlik holatim va mana shu noldan boshlaganligim bu nimaga tenglashtiraman? Bu silkinishga tenglashtiraman. Silkinishlarda doimiy ravishda agar taxta shariklar bilan temir shariklarni bitta idishga solib qattiq silkitsangiz, hamma o'zini joyini topib oladi. Ya'ni temirlar pastga, taxtalar tepaga chiqib oladi. Hayot ham mana shu narsadan iborat, ya'ni silkinishlardan. Silkinganda haqiqiy haqiqiy qiymati bor narsa pastga tushadi, qiymati yo'q narsa tepaga chiqadi. Mana shu silkinish do'stlarni sinab olishga imkoniyat beradi. Yoningizda kim qolishini sinab olishga imkoniyat. Kim haqiqiy sizga qadrli inson, siz kimgadir qadrligingizni mana shu holatda bilasiz. Silkinish bo'lmasa, siz uchun, mansabingiz uchun, sizni borligingiz uchun, sizni qanaqadir manfaatli, o'zini manfaati uchun siz bilan munosabatda bo'lib turishadi. Lekin silkinishdan keyin umuman boshqa odamlar bilan munosabat qilishga to'g'ri kelib qoladi. O'sha silkinishdan keyin yoningizda kimlar qoldi? Kimlar tura oldi siz bilan? Mana birinchi oilangizni sinab ko'rish. Bu og'ir vaziyat. Doimiy ravishda bu sinov. Oilangizni sinashdan boshlanadi. Juda ko'p holatlarda oilada farzandlar va ayol bunaqa qiyinchiliklardan ketib qolishi mumkin. Lekin mana shunaqa paytda yelkadosh turadigan odamingiz bu oilangiz. Oilangiz sizga ko'mak, oilangiz sizga поддержка. Boshqa bo'lmaydi. Ota-onangiz, oilangiz. Keyin atrofga ko'riladi. Mana zo'r bitta nima bor? Dambar doirasi deyiladi, krugi dambara deyiladi. Mana shu kitobdagi o'qisangiz, bitta belgilab qo'ygan. Birinchi krugda, ya'ni birinchi doirada kimlar bo'ladi? Bu sizga eng ishonarli. Ikkinchi doirada kimlar? Uchinchi doirada, bu 5 ta doiradan iborat. Mana shu doiralarni to'g'ri tanlash, mana silkinishlarda bilinadi. Ya'ni ota-onam qolgan, ota-onam rosa qilishgan, ayolim, farzandlarim, keyin o'rtoqlarim, do'stlarimning ichidan haqiqiylarni ajratib olishga imkoniyat bergan Alloh. Ya'ni mana o'sha vaqtida men uchun rostakamiga harakat qilib kuyinadigan, men umuman kutmagandim, Ikrom aka Hikmatov. Hozir ham eng yaxshi, o'ziga yarasha xarakterga ega inson. Lekin mana shu odam yuz o'girib o'rmagan. Qolganlarda xuddi shu undan-da yaqin odamlarda juda ko'p. O'zi 4 tami 5 ta odam qoladi bunaqa paytida. Birinchidan tashkilot, qo'rqinchli tashkilot. O'sha vaqtida esimda juda qo'rqinchli. Siz bilan munosabat uchun siz bilan birov gaplashib qo'yishdan qo'rqardi. Uzoqdan hamma o'zini chekkaga meni ham so'rab qolishmasin deydigan holatda mana shu odamlar. Ikrom aka Hikmatov zo'r nima qilgan. Ramil degan o'rtog'im bor, hozir Bashkiriyaga ketib bordi. Shu yigit nima qilgan? Sardor degan o'rtog'im bor. Mana shu yigitlar qolgan. Muhammad Munjaziyev degan o'rtog'im. Mana shu 4 ta 5 ta odam qolgan xolos. Oilangizdan qo'rqmasdan, ertaga mana shuni oqibati menga ta'sir qiladi demasdan oilangizga biror narsa borib, yaxshi o'tiribdimi, men mana uni nima qildim, nima bilan tirikchilik ko'ryapsizlar degan odamlar sanoqli qoladi. Qolganlar hammasi shu. Aynan o'sha vaziyatda chekkadan turib kuzatib, ustingizdan kulgan insonlarni ham his qilganmisiz? Endi qarang-da, bu savol ajoyib savol. Sababi sizda qani qamalgan odamni ko'pchilik odam o'ylaydiki, bu qamalgan holatida bu qanaqadir bir tupanlikka tushib qoldi. Yo'q. Bu o'ylash, Alloh tomonidan sizga o'ylash uchun berilgan vaqt. Siz mana shu vaqt ichida odamlarni ajratib olasiz. Bu odamlarni kim har bitta odam ko'zingizning oldida keladi. Qaysidir etapda, qaysidir hayotingizni qismida bu odam bilan qayerdadir bog'liq bo'lgansiz. Har bitta odam haqida o'ylab, uni hayotingizdagi o'rnini joylab chiqishga sizda imkoniyat bo'ladi. Shunaqa odamlar bo'ladi, siz bular bilan juda yaqin emassiz. Qalban yaqinsiz, distansiya, masofa yuzasidan yaqin emas. U odam bilan ko'p ko'rishmasligingiz mumkin. Lekin aynan qiyinchilik vaqtida mana shu odam sizga keladi. Yoningizda yurgan, yordam bering, har kuni birga o'tirgan, dasturxoningizda o'tirgan odamlar emas. Sanoqli qoladi. Va bu zo'r. Bu eng yaxshi holat. O'sha yiqilgan vaqtingizdagi foydasi. Siz aniqlash imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Agar bugungi o'zingiz yosh Xondamir bilan uchrashib qolsangiz, unga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Nima maslahat berardim? Endi agar
odatiy haligi yaxshi o'qigin, qo'ygin deganlardan savollardan qochadigan bo'lsak, haqiqiy tubdan keladigan. yoki uni o'sha kuchli erkak bo'lib rivojlanishda qaysi gapni aytgan bo'lardingiz? Menimcha ko'p ham odamlarni ichidan qanaqadir bir ajratib odamlarni o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bizda har bitta munosabatimiz, biz umuman hayotimiz odamlar bilan, biz o'zi ijtimoiy maxluq deb hisoblaydigan bo'lsak, ijtimoiy maxluqotlar ichida eng onglisi bu odam va ijtimoiy odam. Biz ya'ni odamlarsiz yashay olmaymiz. Shuning uchun agar men imkoniyatim bo'lganda qaytib yoshlikdan e'tibor berishim kerak bo'lgan narsa bu odamlarni o'rganda. Odamlar bilan munosabatga kirishishni yaxshiroq o'rganadigan bo'ladi. Chunki bizda o'sishimiz ham, tubga tushishimiz ham, umuman hayotimiz ham hammasi odamlar bilan bog'liq. Avvalo Alloh, albatta keyingi o'rinda insonni yaratig'i insonni o'rganish kerak. Sizdan narsa oluvchi ham, siz bilan munosabatga kirishuvchi ham, siz ertaga ishingizni bitiruvchi ham, hattoki sizga tosh otuvchi ham odam. Uni chuqurroq o'rganish kerak o'zi asli. Bugun hammasini noldan boshlasangiz, hozirgi yurib kelgan yo'lingizdan yana yurgan bo'larmidingiz? Qo'rqinchli yo'l. Lekin bu hozirgi odam qaysidir darajada kuchayish uchun albatta yo'lda o'tish kerak, qiyinchiliklar bo'lishi kerak. Yaqinda ilmiy izlanishlar markazida ko'rsatishdi. Sun'iy vakuum holatida daraxtni paydo qilishdi, daraxtni o'stirishdida. Daraxtni yasab, ma'lum bir yoshgacha yetkazdirishdi. Va unga tegishuvdi mo'rt bo'lib sinib ketib qoldi. Daraxtni kuchini, daraxtni tomirini kuchini, daraxtni o'zini kuchini shamol belgilaydi ekan. Shamol trenirovka qildirar ekan. Shu silkigan sari u kuchayaverar ekan. Hayot ham xuddi shunaqa. Odam qancha ko'p silkingan sari shuncha kuchayaveradi. Eng kuchli ta'sir qilgan holatingiz yoki sizni butun umr o'sha esingizda qolib ketgan va o'zingiz uchun juda ham katta dars olgan vaziyat. Buni bitta holat bor. Buni endi ismlarini ayta olmayman. Keys sifatida bir yigit deb aytib o'tdik. Mana bitta yigit umuman aloqasiz, ya'ni jinoyatga aloqador bo'lmagan bitta yigit protsessual xato haqiqatdan ham boshqa sheriklari kimdirni oqibatida ana shu inson umuman bunga taalluqli bo'lmagan, jinoyatga taalluqli bo'lmagan, tuppa-tuzuk inson jinoyat olamiga kirib qoldi. Umuman uni kechirsa ham bo'laverardi, lekin qanaqadir o'zini dag'alligi, o'zini yoshligini hisobiga tergov organi bilan sal teskari bo'lib qoldida va mana shu yigit oxir oqibat qamaldi. Bo'lmasam o'zi tuppa-tuzuk edi. Lekin mana shu aylanishning oqibatida endi u jinoyat olamiga kirdi, qamaldi, muddatlar o'tib zonaga ketdi. Zonada vaqtida qaytib kelishdi o'rniga qanaqadir yana sabab bo'ldida u ko'proq srogi ko'payib ketib qoldi. Erta qanday? Mana bu misol oddiy yaxshi bitta insondan penitsar tizimda mukammal bo'lmaganligi oqibatida biz potensial jinoyatchini olganligimiz menga yomon ta'sir qilgan. Mana shu odam ketishdan oldin qanaqadir murgak, hali ham uni to'g'rilasa bo'ladigan holatda hayot taqozosi bilan aralashib qoldi. Ertaga chiqqandan keyin umuman boshqa odam bo'ldi. Ya'ni muhit odamni shunaqa darajaga keltirib qo'yishi mumkin ekan. Mana shu vaholanki bu kimdirdi xohish istagidan, emotsiyasini orqasidan, unga yoqmaganligidan, odamni hayoti boshqa bitta odamni xohish istagiga o'ta bog'liqligidan deb hisoblayman. O'zi aslida ana shu yigitni olib qolsa bo'lardi. Kechirsa ham bo'lardi, jamiyatda ishlasa ham bo'lardi. Jamiyatga foyda ham keltirishi mumkin edi. Lekin ana shu tergov organidagi bitta qanaqadir nimani oqibatida, emotsiyani oqibatida, o'sha yigit yoqmaganligi, kimgadir to'g'ri kelmaganligi oqibatida u kirib ketdi-da, 5 yil, 6 yildan keyin potensial jinoyatchi, endi umuman jamiyatga umuman boshqa nuqtai nazar bilan qaraydigan biz jinoyatchini qitma qilib oldik.
jinoyatchini yaratib qo'ydi. yaratdi. Jamiyat buni o'sha mana shu odamlarning orasidagi shuning uchun men aytayotganim hali insonni o'rganish kerak deganim mana shunga taqozo qiladi. Mana siz bitta odamning xatosi umuman jamiyatga boshqa odam kelib qoldi. Ko'p holatlarda men buni armiya bilan nima qilaman? Armiya bilan bog'layman. O'zimiz ko'rganmiz, mana armiyada umuman qurolli kuchlar tizimida biz 10-sinf, 11-sinf bolani tizimga qabul qilib olishadi, uni o'rgatishadi, unga qurol bilan ishlashni o'rgatishadi, odamda endi unga tushuntirishadi, vatanni himoya qilish uchun odamni o'ldirsak bo'laveradi, otish kerak, hamma yo'q. Biz buni tarbiyalaydi, davlat tarbiyalaydi. Buni ma'lum bir darajaga olib chiqadi. Ertaga pensiyaga chiqarib yuboradi. U hayotga tayyor emas holatda ko'chaga chiqadi. Ya'ni u doimiy ravishda unga oyligi berilgan, hamma sharoit yaratilgan holatda ko'chaga chiqadi. Ko'chaga chiqqandan keyin uni davlat nimaga o'rgatgan? Faqat himoya qilishga, otishga, o'ldirishga yoki boshqa turdagi qanaqadir bir ta'ziq o'tkazdirishga o'rgatgan va ma'lum bir vaqtdan keyin tizimini chiqarib tashladi ko'chaga. Endi u odam nima bilan shug'ullanadi? U ko'chada savdo qilishni bilmaydi, yumshoq muomala qilishni bilmaydi. Normal hayotga tayyorlanmagan holda ko'cha. Mana shu holatda biz endi potensial jinoyatchini agar o'sha vaqtida kimdir olib turib, "Kim mana bunaqa qilamiz, zo'ravonlik qilamiz. Kuching bor-ku, bitta urganingda pul olasan, mana bunaqa qilasan" desa, bo'ldi shu odam. Bo'ldi, endi jinoyat olamiga kirib ketadi. Bu tizimda mukammal o'ylanmaganligidan. Mana chiqayotgan harbiylardan, ichki ishlardan chiqadigan odamlarni keyinchalik hayotga qayerdadir ishlatsa bo'ladi, bularni zo'r qilib ishlatsa bo'ladi. Mahallalarda ishlatish mumkin, yo ularni kelgusida qanaqadir bir foydali tashkilotlarda ishlatsa bo'ladi. Buni nazorati yo'q. Ko'chaga pensioner bo'lib chiqib ketadi. Eng qizig'i harbiydan ham, ichki ishlardan ham norg'ul 40-45 yoshdagi erkaklar, rosa kuchga to'lgan, miyasiga reja dasturlangan, himoya qilishga va hujum qilishga dasturlangan odamlarni ko'chaga qo'yib yuboramiz. Sizningcha qanday o'zgartirish kiritish kerak? Menimcha mana shu narsani davlat bularda qayerdadir foydali, davlat uchun foydali bo'ladigan qanaqadir tashkilotlarga joylash orqali bularni umuman nimadan chiqqandan keyin o'chib ketmaslik kerak. Tizimdan chiqib ketgandan keyin buni nazoratga olib u bilan gaplashish kerak. Kim bu joyda ishlayman, axrana bo'lib ishlar, yo mana bu yerga unga taklif berish kerak. Buni bularni mana shu yo'li bilan ham biz jinoyatchilikning katta qismini oldini olib qolamiz. Mana shu yo'lning o'zi ham ancha kelgusidagi yomonliklarni bularni hal ishlatsa bo'ladi. Mana shunaqa qilsa bo'ladi. Hayotingiz davomida hammasini tashlab ketmoqchi bo'lgan vaziyat bo'lgan? Professionalniy выгорание deyiladi, bu narsalar bo'lib turadi. Hamma narsani tashlab ketish qanaqadir bir xil paytlar bo'lib qoladi, hamma og'irliklar ko'payib ketadi. O'zi aslida bu savolga odatiy holda yo'q, bo'lmagan deb aytishim kerak, lekin bo'ladi. Hamma narsadan ham zerikkasiz, har xil vaziyatlar. Hammasi jonga tegadi degan fikrlar ham bo'ladi. Shuni menga kerakmi ham deb aytasiz. Bo'ldi, boshqatdan hamma yo'qdi. Tinchroq kasbni tanlasam bo'lmasmidi degan fikrlar ham kelib qoladi. Bu bo'ladigan narsa. Lekin sizda yukingizni o'zingiz tanlagansiz. Siz yukni bo'yningizga olgansiz, uni ko'tarib borish endi sizning vazifangiz. O'rtada tashlab ketib bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Siz aytdingiz, har xil sudlarda qatnashaman dedingiz. Mana shu sudlarga tayyorlanish jarayonlari uchun ham odam o'zini ustida ishlash kerakmi? Albatta, bu sudlarga tayyorgarlik ko'rish deganda mana qarang. Biz har bitta sudning o'zini tizimi bor. Tayyorgarlik ko'rish umuman bir-biridan boshqacha. Fuqarolikka umuman boshqacha tayyorgarlik ko'rasiz, jinoyatga umuman boshqacha tayyorgarlik ko'rasiz. Iqtisodiyga umuman boshqacha tayyorgarlik ko'rasiz. Eng xavflisi bu jinoyat. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish. Sizning xatoyingiz bilan bitta odam qamalib ketishi mumkin. Odamning taqdiri turibdi. Mana bunga tayyorgarlik ko'rish uchun siz qidirish. Umuman hozir oladigan bo'lsak, hozir texnologiya ilgarida hozir kitob o'qish kerak emas. Ilgarilarga o'xshab kodeks tiklashga hojat yo'q. Siz kompyuterda kiritsangiz bo'ldi, ma'lumot bor. Shunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Lekin eng jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lgani bu jinoyat deb hisoblayman. Vaholanki, lekin har bittasini nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsangiz, o'ziga yarasha qanaqadir bir nyuanslari bor. Misol uchun iqtisodiy.
iqtisodiy sudga tayyorgarlik ko'rmasangiz, bitta butun bir boshli tashkilot yo'qolib ketishi mumkin. Shu pulni qarzdorliklar masalasi bo'yicha umuman nohaqlarcha soliq qo'yib tashlaydi. Buni isbotlab berish kerak bo'ladi. Siz o'zi aslida oladigan bo'lsangiz, eng og'ir kasblardan bittasi bu advokatlik, yuristlik kasbi. Sizni xatoyingiz ertaga bilinmasa-da kelgusida bilinadi. Bu haligi aytganimdek, xirurgning o'zini qabristoni bo'lganda, yurist ham o'zini xatolar qabristoni bor. Siz o'zingiz bilasiz qayerda xato qilib qo'yganligingiz. Bugungi mana shu sohaga kirib kelayotgan yoshlarga eng top 3 ta maslahatingiz nima bo'lgan bo'lardi? Hozirgi vaqtda keskin o'zgarishlar davrida turibmiz. Hozir juda keskin o'zgarish. Hozir umuman men juda ko'p bu soha bo'yicha nimalar bilan Rossiyadagi kasbdoshlar bilan gaplashamiz, Angliyadagi, Amerikadagilar bilan yozishib turamiz. Yuridik sohada hozirgi paytda sun'iy intellekt shu darajada kuchayyaptiki, siz ertaga zo'r mutaxassis bo'lmasangiz, sizga non qolmaydi. Ya'ni siz hozir yuridik sohaga kirmoqchimisiz? Siz o'zingizda, atrofingizdagilarning ichida zo'r bo'lishingiz o'zi yetarli emas. Sizda endi konkurentingiz sun'iy intellekt. Yo sun'iy intellektni ishlatishni o'rganasiz, yoki taslim bo'lasiz. Shuning uchun hozirgi vaqtda albatta ko'pchilik aytadi, mana xo'p, ertadan keyin sun'iy intellekt rivojlangandan keyin yuristlar kerak bo'lmay qoladimi? Yo'q, kerak bo'ladi. Yuristlar baribir kerak bo'ladi. Chunki hozirgi keyingi 5 yil 10 yil ichida sun'iy intellekt bu eng kuchli instrumentga aylanadi. Lekin kelgusida keyingi 20 yillik ichida biz uni o'zimiz o'rgatyapmiz. Hozir Gemini, mana GPT. Biz uni promptlar bilan tiqib o'zimiz o'rgatyapmiz. Ularni tayyorlab beryapmiz. Kelgusida bularni agar siz boshqarmaydigan bo'lsangiz, siz shu bilan ishlashni bilmasangiz, siz chekkada qolib ketasiz. Shuning uchun yuridik soha menimcha keyingi baribir 10 yil, 15 yil ichida jinoyat sohasida nima bo'ladi? O'rni bor yuristlarga, lekin kelgusida o'rtacha mutaxassisga endi ehtiyoj yo'q. O'rtacha mutaxassisga ehtiyoj yo'q. Demak, faqat rivojlanganlar, faqat rivojlanganlar. Albatta. O'zingizning ustingizda, lekin yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Hozirda kelajakka tayyor bo'ladigan yuristlar albatta odam bilan ishlaydi. Shuning uchun odamni tushunish kerak. Empatiya. To'g'ri, bizda juda qiyin narsa empatiya. Siz misol uchun kuniga haligi odam o'ldirishlar, zo'ravonliklar hammasini ko'raveradigan bo'lsangiz, siz kimgadir haligi nima deydi, yondashish, unga qalban yondashish, deyish xususiyati sekin-sekin yo'qolib boradi. Siz oddiy holat, algoritmlar navbat, buniki bo'yicha sudga borish kerak, mana iltimosnoma kiritish kerak deb qat'iylashib borasiz, deformatsiya bo'ladi, lekin shunda ham baribir odam bilan ishlashni o'rganish kerak. Menimcha, boya suhbatimiz davomida aytdingiz, sizda qo'shimcha kasb ham bor. Ya'ni kriptovalyutalar bilan ishlayman dedingiz. Kriptovalyuta bu shunchaki sizga qiziqishmi? Kriptovalyuta bilan ishlash bu o'sha aytganimdek paynechilik vaqtidan qolgan. U paytda yurist bo'lib ishlay olmasdim. Shuning uchun trading sohasiga kirganman, ko'rganman. Kriptovalyutalarni birinchi o'zi nimadan odamzod bu tabiiyki siz boyroq yashash bu ayb emas. Ya'ni yaxshi yashash bu ayb emas. Yaxshi yashash ijtimoiy jihatdan men umuman o'zimda olib qaraydigan bo'lsak, boylikka nisbatan buni haligi bir yomonlik nuqtai nazaridan bu yomon instrument sifatida qaramayman. Boy odam bu doimiy ravishda yaxshi holat. Bu nimaga? Ijtimoiy jihatdan siz ko'pchilikka yordam bera olasiz. Kambag'alroq, ya'ni yo'qsillik bilan, ya'ni odamda yo'qchilikdagi odamga nisbatan boy bo'lish bu doimiy ravishda yaxshi. Nimaga? Siz ko'proq odamga yordam berasiz. Ijtimoiy jihatdan siz yuqoriroq zinani yuqori qismida joylashgansiz. Ko'proq. Shuning uchun boy bo'lishni ayb deb hisoblamayman. O'shaning uchun men kriptovalyutaga ham aynan buni orqasidan pul topish mumkin, oilani tebratish mumkin degan soha bilan kirganman. Kriptovalyutani o'rganganman. Shuning uchun bu o'z-o'zidan foyda bergan, o'sha olingan tangalar keyinchalik qimmat ham bo'lgan. Har xil vaziyatlar bo'ladi, lekin bu yerda eng asosiy narsa bu malaka, opit. Siz bunda har bitta holatdan, qanday holat bo'lmasin, yaxshi holatmi, yomon holatmi, siz bundan qanday chiqishingiz, nima bilan chiqishingiz muhim.
u holatda bo'lishingiz emas. Yerga yiqildingizmi, u muhim emas. Siz tepaga ko'tarildingizmi, u muhim emas. Shu holatdan siz nima olib chiqib ketasiz? Mana shu muhim. Ertaga hayotingizda siz qo'shimcha instrument olasizmi yoki quruq chiqib ketasizmi? Mana shu muhim. Xuddi shunaqa kriptovalyutada ham undan olingan bilim muhim. Buni qanaqa qilib ishlatish, sifrovoy pullar qanaqa, raqamli pullar qanaqa, qayerdan aylanadi, bu umuman qayerdan kelib chiqqan Bitcoin, Satoshi, mana shu hamma narsalar haqida tushunchaga ega bo'lish bu yaxshi. Xondamir aka, eng aktual savollarimizdan bittasi, sizningcha hayot rostdan ham yutqazgan joydan boshlanadimi? Men aytamanki, bu sal boshqacharoq aytgan bo'lardim. Hayot boshlanishi bu bizni bu hayotga umuman nisbatan munosabatimizdan boshlanadi, lekin yutqaziqlar sizni kuchli qiladi. Yutqaziqlarsiz siz kuchli bo'lmaysiz. Demak, yutqazishlar kerak. Albatta. Xatolar kerak. Sizda men ko'pincha nima qilishni biz farzandlarimizga nisbatan ham ularni xatosiz o'stirishga harakat qilamiz. Yo'q, ularda xato bo'lishi kerak. Bu amaliyot. Yaxshimi, yomonmi, bu amaliyot. Buni ko'rish kerak. Siz hamma narsadan unaqa qilishning imkoniyati yo'q. Odamga nisbatan ham odam ham qachon kuchli bo'ladi? Qiyinchiliklardan o'tgandan keyin kuchli bo'ladi. Odatda mana oddiy holat, mana boy insonlarni ko'radigan bo'lsangiz, boy insonlarning farzandlari keyingi etapda kuchsizroq bo'ladi, nimjonroq bo'ladi. Nima sababdan? Chunki ular qiyinchilik ko'rmaganligi. Bizda ikki xil vaziyat bor. Ya'ni birinchisi aytadiki, bolam qiyinchilik ko'rsin deb sharoit yaratiladi, ikkinchisi qiyinchilik ko'rmasin deb sharoit yaratiladi. Bir xilga ota-onalar aytadi, men bu narsani qiyinchilik ko'rganman, bu ham qiyinchilik ko'rish kerak deydi. Ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Har bitta odam xato qilish imkoniyati bor. Har bitta odam bu xatodan to'g'ri xulosa qilib olib chiqib ketish imkoniyati bor. Shuning uchun agar pastga tushish bo'lmaganda ko'tarilish bo'lmasdi. Iloji yo'q. Ya'ni o'sha siz birinchi tushasiz, keyin ko'tarilasiz. Keyin yana tushasiz, keyin ko'tarilasiz. Hayot o'zi umuman teppa-past amplitudalardan iborat. Uni to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, odatda meditsinada to'g'ri degan ovoz nimani anglatadi? O'lim. To'xtatadi. O'shaning uchun tepaga pastga tushish bu yashayotganligingizdan xabardor. Xondamir aka, ko'rsatuvga kelganingiz uchun, tashrifingiz uchun biz sizga rahmat aytamiz. Bu ko'rsatuv nafaqat yosh huquqshunoslar, balki-da hammamiz uchun ham foydali suhbatlardan biri bo'ladi, albatta. Rahmat. Taklif qilganlaring uchun rahmat. Albatta, bu qisqa vaqt ichida qanaqadir bir fikrlarni, bu yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, bu meni subyektiv fikrim va o'zimni hayotimni malakasi. Ya'ni bu narsalar kimgadir aynan mana shunaqa qilinglar degani emas. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Rahmat.